Eng katta baraka o'z opa-singilda. Sizlar rahmat akam o'shaga. Opa-singilga beravering. Xudoyim sizga beraveradi, etagini topolmay qolasiz. Namangan Norindamiz. Haqilobodda Shavkat Zulfiqar akamizning opalariga qilingan xonadonda bugun kachalar hadya qildik. Aka o'zlari shu yerdaliklardan foydalanib, Alloh xayrli qilsin. Yangi kachalar muborak bo'lsin. Aka uchayib o'tirib duo qilasizda. Ustoz deb shuni oz bo'lsa ham ko'p uni qabul qilasiz. Menga uyga olib borib berganingizda o'sha kachalikdan menga ham bular deganida. Ha. Mana hozir xursand, mazza qilib o'tiribdi. Opacha orzuga yetdilar-da. Eng katta baraka o'z opa-singilda. Sizlar rahmat akam o'shaga. Opa-singilga beravering. Xudoyim sizga beraveradi, etagini topolmay qolasiz. Xudo xolasa. Familiyada yaxshi ko'ramiz. Qaranglar, Fayzli xonadon o'zlarining opalariga shu xonadonni qurib to'liq topshirganlar. Hozir biz mana shu kachaylarni ularga sovg'a qildik. Bu joyda deraza reshotkalar, darvozalar, ko'cha tomondagi koziroklar, kirish eshiklari va bu yoqdagi baryer qismlari. O'psha mana shu tulkafonning ichidagi metal naveslarni o'zimiz qilganmiz. Mana shu kachaylarni hozir Shavkat Zulfiqar o'z opalariga sovg'a qildilar. Biz bunga sababchi bo'ldik. Alloh xayrli qilsin. Xudo xolasa faoliyatimizda shunaqa sovg'alarni berib, odamlarni xursand qilib yurishlik bizga doimo nasib qilsa, xizmatdamiz. Like bosib, podpishka qilib, bir-birini yaxshi ko'radigan jigarlarga videoni yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Shunaqa opalarga mehribon akalar ko'paysa, biz yillik xizmatdamiz. Temir bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa shunaqa go'zal ishlarni qilib, o'z vaqtida sizlarga topshiramiz. Shavkat Zulfiqar ustozimiz ham biz duo qilamiz.